Hammaga salom do'stlar. Mana qaranglar, mana bunaqa Game Launcher degan bitta programma bor. Qaranglar. Kirasizlar, batareyalarni ko'rsatadi. CPU, ya'ni sizlarning prosessorlarni ko'rsatadi. Xo'p, keyin pingni ko'rsatadi. Qaranglar, menda bor o'yinlar, mana Car Simulator 2, Clash of Clans masalan. Hop, Craftsman DLC, FK Granny masalan, shunaqa o'yinlar bor. Mana masalan DLCga kiramiz. Qarab turinglar hozir. Analiz vaše устройство для игры deyapti. Обновление keladimi saniki deyapti. Hop, yana nimadirlarni tekshiryapti. 3 sekunddan keyin bizga ruxsat beradi o'yinga kirishga. Mana bu narsa chiqadi. Hop, bitta chiqarsak, ускоренияni bossak, deylar necha FPS berishini vaще yuqori FPS beradi. Mana 120 to'liq ketyapti. Agar buni bostirib mingga o'tkazib qo'ysam, ishlayveradi. Hop, bemalol maza qilib o'ynasa bo'ladi. Просто hozir zapis ekrani yoquvligiga ozgina qotib ishlayapti.